Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Mus'ab bin Umayr jonini fido qilgan. Shu bayroqni ko'tarib turgan Mus'ab bin Umayrda ham keladi. Ibn Qomiya qo'liga chopganda bir qo'li ikkinchi qo'liga bayroqni ushlaganda ikkinchi qo'li chopilar ekanda, yerga yuz tuban yiqilar ekan. Mus'ab bin Umayr. Mus'ab bin Umayr yiqiladi, mana shu jangda ko'miladi, mana shu qabristonga ko'miladi. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamma sahoba ikromlar qochgan paytida Uhudning etagida ozchilik sahoba bilan qoladi. Mushriklar endi Muhammadni o'ldirishligimiz kerak, fursat qo'lga o'tdi deydi. Rasulullohga hamma hujum bo'lgan paytida Ibn Qomiya, o'sha Mus'ab bin Umayrga qilich urgan Ibn Qomiya keladi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam topib, Rasulullohni ustiga qilichni urganlarida yelkasiga tegadi. Birinchi zarba deydi. Yelkasiga teggan paytda 2 qavat sovut kiygan bo'lar ekan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bir qavat emas, 2 qavat. Kiyganligi uchun qilichning zarbasi badaniga o'tmaydi, lekin og'rig'i 1 oy davom etgan deydi Oysha onamiz. Rasululloh yelkalariga tegganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkinchi zarbani urganlarida yuziga tegadi deydi. Yuzidagi dubulg'asining temirlari Rasulullohning ikkita muborak yuzlarini teshib kirib ketadi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ketayotganida katta bir harsang toshni olib bir mushrik Rasulullohning yuziga urganlarida Rasululloh yuziga tosh tegadilar, Rasulullohning peshonasi, burnlari yonilib, tishlari sinar ekan. Va Abu Omir fosiqning kavlab qo'ygan chuqurlari bo'lardi bu yerda. O'sha chuqurga tushib ketadi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Tushib ketgan paytda Ibn Qomiya men Muhammadni o'ldirdim deb baqirgan ekan. Shu paytda shayton alayhillani inson qiyofatida shu joyga kelib Muhammad o'ldirildi deb shunaqa qattiq baqirgan ekanki, hatto Madinadagi musulmonlarga ham bu tovush yetib borgan ekan. Shu paytda bu baqiriqni Muhammad o'ldirildi degandan keyin Abu Bakr Umarlarning qo'llaridan qilichlar tushib ketadi. Qilichlar tushib ketgan paytida Badr jangiga qatnasha olmay, lekin Uhud jangiga qatnashgan Anas bin Nadr degan sahoba bo'lardi. Anas bin Malik amakisi bo'ladi. Anas bin Nadr degan sahoba ikrom shunday Abu Bakr Umarlarning oldiga kirib, nimaga qilich tashladinglar, nimaga jangni to'xtatdinglar deganda, Rasululloh o'ldi, biz himoya qila olmadik Rasulullohni deganda, Rasululloh o'lgan bo'lsa yashashda nima keragi bor degan ekan. Nima qilishasan yashab, nima qilishda o'lishmaysan orqasidan deb qo'liga qilichni olib, o'zi yakka mushriklar orasiga kirib ketganda Sa'd radhiyallohu anhu aytadi, Anas o'zi yakka olomon jamoat ichiga kirib ketyapti, o'zi yolg'iz deydi. To'xta ey Sa'd, o'zingga rahming kelsin, to'xta desam deydi. Uhudning etagidan jannatning hidi kelyapti, ifori kelyapti deb kirib ketganicha 70 ta qilich zarbasi bilan o'sha joyda shahid bo'ldi deydi. Biz undan shijoatlanib qo'llarimizga qilichni olib yana jangga kirishganimizda Rasululloh asta-sekin boya quduqdan chiqib keladilar ekan. Rasulullohning faqat nimasi ko'rinardi? Ko'zidan tanib qolgan sahoba Ka'b ibn Malik bo'ladi. Ka'b ibn Malik ana Rasululloh tirik ekan ey ashob deganda Rasululloh jim deyishga ulgurmaydi. Yana mushriklar diqqati Rasulullohga qaradilar. Rasulullohga hujum boshlangan paytida payg'ambarimiz atrofiga sahobalar to'plana boshlaydi. Talha bin Ubaydulloh, Sa'd bin Abi Waqqos